Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida ragushka shirinligi bilan bo'lishaman retsepti bilan. Buning uchun bizga 2,5 kilo un kerak bo'ladi, margarin kerak bo'ladi 200 gram. Razloxitl solamiz 1 choy qoshiqda 3 dona tuxumni sarig'ini solib, oqini olib qo'yamiz. Endi esa smetana solamiz yoki qaymoq. Men smetadan foydalandim. Endi esa hammasini solganimizdan so'ng qattiq xamir qilib salofanga solib qo'yamiz. Dam oldirishga bir 20 minutga olib qo'yamiz. Bu orada 3 ta tuxumni oqini esa shakar solib ko'pirtirib olamiz qattiq massa bo'lguniga qadar. Bu orada xamirlarimni yumaloq shaklga keltirib olgan edim. Endi esa juva yordamida yupqa qilib yoyib olamiz. Tuxumni oqini olib 1 choy qoshiqdan solamiz va yong'oq solib ichiga tugib olamiz. Xuddi shunday qilib vilka yordamida yana chetlariga gul berdim, ya'ni ochilib ketmasligi uchun, ya'ni chiroyli chiqishi uchun ham. Qolganlarini ham xuddi shunday qilib chiroyli qilib bukib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, endi listimizga terib, duxovkamizga 20 minutga qo'yib pishirib olamiz. 170 gradusga qo'yib, ustiga esa saxarli pudra yoki maloka surtish xohishingizga qarab, men esa malokadan foydalandim. Malokadan foydalanib, yong'oqni maydalanganini ustiga sepib oldim. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar, juda ham mazali bo'ladi. Farzandlarimiz maza qilib yeydigan retsept albatta. Malokani hammasiga surib olganimizdan so'ng maydalangan yer yong'oqni ustiga sepib olamiz. Mana ragushkalarimiz tayyor bo'ldi. Hozir buni ichini ham ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek, mana yumshoqqina mazali ragushka retsepti. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman.